Bunga ketadigan masalliqlar qumi, mana penasi, pena quyilyapti. Ha. Hozir rossiyskiy pena. Qo'shiladigan sementi, hamma narsasi o'zimizdan. Faqat suv berasiz, elektr to'kib berasiz bizga, bo'ldi. Qolgan hamma narsasi o'zimizdan. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, narx-navolari Vodiychi 45 mingdan hamma mahsulotlar o'zimizdan bo'ladi. Toshkent voha taraflar bo'lsa 55-60 mingdan bo'ladi. Unda ham hamma narsasi o'zimizdan. Ko'pchilik hozir loy lombozni ustiga ham pena beton quydiryapti, chunki issiq sovuqni zo'r ushlash uchun, yozda uylarda ichi salqin bo'lish uchun va qishda sarflagan xarajatingiz elektrdami yoki ko'mir, o'tinni ancha tejab ekonom qiladi, xohlasa. Bu sinovdan, tajribadan o'tgan. Azizlar, ekranda raqamlar qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar.